Assalomu alaykum, hurmatli asl cho'pon obunachilari. Mana bugun Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishlog'ida o'zimning xonadonida video syomka qilyapmiz. 2026-yil 1-yanvar haftaning payshanba kuni. Hammaga 2026-yil baxt olib kelsin, omad olib kelsin. Akalar, mana shu qo'ylarimizda ko'chada boqib yuribmiz. Bugun 1-yanvar. Toza havo. Hammadan bahor kayfiyat mana. Qishloqning chekkasida. Havo ham tiniq. Kecha bizda kechgacha yomg'ir yoqqan, kechgacha yomg'ir yog'ib, mana bugun havolarimiz ochilib tiniq. Kecha mana qordan keyin, yomg'irdan keyin yerlar ancha ko'karib ketdi. Ancha ko'karib toza havoda yuribdi. O'ynayapti qo'ylar. Mazza qilyapti. Mana bu Tojikiston O'zbekiston chegarasi. Ko'rdingizmi? Endi kelganlar, ko'rganlar biladi o'zlari. Bu qo'ylarimiz sotilmaydi. Faqat prosta endi ko'chaga boqib yurganimiz uchun video syomka qilib qo'yayin dedim. Obuna bo'lib qo'ysalaringiz, постоянно 10 kun, 20 kunlarda xudo xolasa videosini chiqarib turamiz. Mana sog'liqlarimiz sotilib ketdi. 4.900.000 so'm Toshkentga ketdi sog'liqlarimiz. Bir aka o'zim boqaman, tug'diraman. Tuqqancha tug'diraman, qolganini sotib yuboraman dedi. 4.900 sotildi hammasi sog'liqlarimiz. Qo'chqorlarimiz mazza. Havo zo'r, havo tiniq. Самое главное. Chegarada yoqasida yuribmiz. Endi uni qo'ylarni atrofda o'rab berdik. Bu qo'ylar akalar sotilmaydi, faqat tomosha uchun. O'zimiz bu qo'ylarda 20 kun, 1 oylarda olganmiz. 2 oy oldinlar yig'ilib kelib olingan. Shu qo'zlarimiz ham udar bo'lsin. Akrushka dumba. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, gumburlatib. Bitta like. Hali bular qo'zi, bular 11 oylik, 12 oylik qo'zlarimiz. Yoqdimi? Yoqqan bo'lsa kim qayerdan bo'lsa yozib ketsin. Men o'sha qishloqdanman, o'sha tumandanman, o'sha viloyatdanman deb. Har kim o'zi bilgancha. Havo zo'r, lekin havo. Havo tiniq. Qo'chqorlarimiz. Endi bular usulinni yemlangan joyi yo'q. Faqat Silyos kepak yeydi 2 mahal. Silyos kepak yeydi. Yoqqan bo'lsa like tirsillatib qo'yasizlar. Ana küçüklerimiz. Buyruq basarlar. Просто 1-yanvar uchun endi bitta kontent qilib qo'ydik-da, obunachilar sizlarga. Tomosha qilsin tiniq qo'ylari deb. Bu qo'ylarda keyinchalik yemlab boramiz. Ichidan
Çolaq bolaqları çıxıyaptı işdən. Diyarımda kasal küsal. Men sağlam qoy. Qoylarım havaya qarab kayfiyat zor oynayapti hammasi. Kecha yağmur yaqin havolarimiz shiltda balchiq bo'lib ketdi. Shunga bir toza havoga bir olib chiqay deb olib chiqqan joyimiz. Anda yoqdimi qo'ylar? Hali qo'ylar yaqinlashtirmayapti o'ziga, uzoqdan qo'yqilyapmiz. Yaqinlashtirmayapti. Yerni qarang, yerni ko'karib ketganini. Yerni qarang. Uzoqlashtiryapmiz. Qo'chqorlar. Yoqqan bo'lsa like'larni bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'ysangiz, mana kayfiyatlarda chiqarib turamiz. O'tni qarang, bahor kayfiyat. Havo zo'r. Soyamizni qarang. Shu odam soyasini bilsangiz ham bo'ladi. Soatimiz 10:15 minut o'tdi. Videosi ham qilganimizga 10:15 bo'ldi. Qanday chiqyapti? Ketishlar. Hush! Hush! Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishlog'i. Bari kashtan. Simsar qo'ylarimiz, simsar, kashtan. Hey, ha, yo'lga chiqib oldi endi. Endi qaytamiz endi. Yemin tayyorlab qo'ydi, yemini yeyishga ketadi endi. Yoqqan bo'lsa like'larni bosib qo'yasizlar, obunachilar. Dört üstte qo'chqor bor. Sog' salomat bo'lasizlar.